Epstein oroli haqida so'raganlar uchun. Epstein oroli omma orasida pedofil oroli deb ataladigan joy AQShga qarashli Virgin orollarida joylashgan ikki oroldan iborat bo'lgan. Little St. James va Great St. James. Orollar egasi Joseph Jeffrey Epstein. U 2006-yilda Floridada voyaga yetmagan qizlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik ayblovi bilan qo'lga olingan va sudlangan. 13 oy qamoq jazosidan so'ng uy qamog'iga chiqarib yuborilgan. 2019-yilda esa Nyu-Yorkda federal sud tomonidan yana hibsga olingan va qamoqxonada o'z joniga qasd qilgani rasman e'lon qilingan. Shov-shuvli qismi shu yerdan boshlanadi. Aytilayotgan da'volarga ko'ra, Epstein oroliga dunyoning turli joylaridan voyaga yetmagan bolalar olib kelingan va orol yuksak lavozimdagi mehmonlar uchun buzuqlik makoni sifatida ishlatilgan. Bu da'volarda bolalarning zo'rlangani, ayrim holatlarda o'ldirilgani, organ savdosi, ritual, bu ritualga bolalarni o'ldirib qonini ichish deb ta'riflanayotgan jinsiy zo'ravonliklar kabi juda og'ir ayblovlar bor. Shuningdek, ayrim manbalarda dunyodagi yuksak maqomdagi siyosatchilar, senatorlar, mashhur qo'shiqchilar va kino yulduzlari, ayrim shahzodalar, Angliya, Saudiya, sobiq prezident va bosh vazirlar ushbu orolga borgani haqida iddaolar keltiriladi. Yana aytiladigan gap shunday: orolda bo'lgan shaxslarga oid video va dalillar Mossad, Isroil razvedkasi tuzilmalari qo'lida dunyo liderlarini shantaj qilish vositasi sifatida saqlangan. Hozir esa Epstein ishiga oid fayllar, ro'yxatlar va hujjatlar ijtimoiy tarmoqlarda, xususan X orqali keng tarqala boshladi. Shu sabab odamlar orasida kim borgan, kimning ismi chiqyapti degan savollar ko'paydi. Nima uchun AQSh va ayrim g'arb davlatlari Isroilni doim qo'llab-quvvatlaydi? Yoki nima uchun Saudiya G'azo masalasida jim bo'lgan shu ro'yxatga qarab bilib olsa bo'ladi?